Farg'ona shahri Aqodiriy mahalla fuqarolar yig'ini Aqodiriy ko'chasida joylashgan 18-ko'p qavatli xonadonda mulkdor tomonidan o'zboshimchalik bilan ko'p qavatli xonadonni texnik holatiga shikast yetkazgan holda tayanch to'siq konstruksiyalarni o'zboshimchalik bilan ochib eshik o'rnatgan holati aniqlandi. Holat yuzasidan mulkdorga nisbatan joyida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasining 3-qismi bo'yicha jarimaga tortildi va mulkdorga ixtiyoriy ravishda asl holatiga qaytarishga majburiy ko'rsatma berildi. Fuqarolarga ta'kidlab o'tamizki, har qanday tayanch to'siq texnik holatlarga zarar yetkazish, shikast yetkazish ma'muriy javobgarlikka olib kelishini eslatib o'tamiz.